Instagramga qarang, hamma o'zini baxtli ko'rsatgisi keladi. Telegramga qarang, hamma o'zini baxtli ko'rsatgisi keladi. Bor budiga chet elga borib oladi-da, o'sha joyda aylanadi. Uyda ota-onani bir hol-ahvol so'raydigan odami yo'q. Dubayga borib oladi. Ha desa o'sha joyda selfie tushib internetga joylasak, ha odamlar boyagan-da deb o'ylasin-da. Uyda xotini hamma yoqqa nol yuribdi, mahalla kamitiga chiqib ozgina pul bering deb turib, o'zi Dubayga boryapti deydi. Hayron qoladigan holatda, odamlar o'zini baxtli ko'rsatgisi kelyapti. Kim aldanyapti? Kimma o'zimizni aldayapmiz xolos. Odamlar to'yib ketdi unaqa hayotdan. O'zini chiroyli ko'rsatishdan, baxtli yashayotgan ko'rsatishdan odamlar zerikib ketdi. Ishoning. Shunaqa holatga keldiki, o'sha boqimandalikka qarab boriladi oxir oqibat. O'zidan nimadir yasab olib ketadigan bo'lsa va hayotda bitta ish qoyillatmaydigan bo'lsa, oxir oqibat shunaqa holatga tushib qoladi. Keladi, hamma yoq qarz. Lekin yashashni ko'rsangiz, odam qo'rqib ketadi. Bu qanaqa qilib yashayapti ekan deydi. Nima kerak bu hayot?